Bismillahirrohmanirrohim. Mahsiga mas tortishlik masalasi haqida savol beribdilar. Mahsiga mas tortishlik agar mahsi so'kilgan bo'lsa, yirtilgan bo'lsa joizmi yo'qmi? Mahsi borasida bizda ba'zi noshar'iy tushunchalar bor. İnsonlarga bir aqliy yo'ldan, aqliy qiyosdan bu masalalar kirib qolgan. Go'yoki o'ylashadiki, mahsi uni ustiga mas tortish uchun tamomiy oyoqni hamma joyini yopib yurgan bo'lish kerak. Bu insonlarda ayb emas. Bu o'sha fiqhda shunaqangi deganlar bor haqiqatan ham. Ularda shu noto'g'ri fatvosi sabab shu tushuncha kirib qolgan. Masalan, mahsi yirtiq bo'lmasligi kerak. Masalan, mahsi yo'qa bo'lmasligi kerak. Masalan, mahsi qo'yganda tik turadigan bo'lish kerak degan shartlar. Biz yuqorida aytdik, kim kelib bir narsaga bir narsani shart desa, ibodatga xususan masalan, mahsiga mas tortish ibodat bu. Kim kelib shunda bir narsaga bir narsani shart qo'yadigan bo'lsa, shart qo'yuvchi inson dalil keltirish kerak bo'ladi. Shart qo'yuvchi inson dalil keltirish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga hadisda aytganlar, al-bayina al-mudda'i. Da'vo qiluvchi dalil olib kelsin. Kim da'vo qilsa bir narsani bir narsaga shart deb nima deb bo'lsa ham dalil olib kelsin. Dalil yo'q, mahsi yirtiq bo'lmasin degan. Dalil yo'q, mahsi qalin bo'lsin degan. Dalil yo'q, mahsi teridan tikilgan bo'lsin, koja bo'lsin degan. Dalil yo'q, mahsi tik turadigan bo'lsin. Dalil yo'q, mahsi 3 kunga yursa yaraydigan bo'lsin. Mahsi to'g'risida kelgan dalillar mahsining muddatini bayon qilib kelgan. Musofir 3 kun mahs tortadi, muqim inson 1 kun mahs tortadi. Va yana mahs to'g'risida kelgan hadislar tahorat ustiga oyoq kiyimni kiyishlik kerakligi, ya'ni mahs kiygan inson tahoratda bo'lgan bo'lishligi sharti kelgan. Boshqa hech qanaqa shart kelmagan. Sahobalarda yirtiq oyoq kiyim o'zi, ya'ni butun oyoq kiyim bo'lmagan. Ular hammasi yirtiq yamoq kiyib yurgan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu holatni ko'rib turib sukut qilgan bo'lishlari mumkin emas. Ya'ni mana mahsing yirtilib qopti, tikib olgin degan bo'lardi agar shart bo'lganda. Ma'ruf sahobalar qanday hayot kechirganligi. Yoki yana mahsi masx bo'lishi uchun haligi to'piqdan yuqorida bo'lishligi kerak. Har qanaqa oyoq kiyimlar. To'g'ri, aslida yani Rasululloh zamonidagi mahslar shunaqa bo'lgan. Lekin bu shartlarda ko'piga dalil yo'q. Ya'ni to'pig'idan ko'tarilib ketib qolsa mahsi buziladi, ya'ni tovonidan. Ya'ni tovonidan ko'tarilib ketib qolsa mahsi buziladi degan gaplar. Bularda hech qaysiga dalil yo'q. Shuning uchun yirtiq mahsiga mas tortishlik joiz. Yirtib agarchi ilma teshik bo'lib ketgan bo'lsa ham. Shunga qaraganda bir inson shuni oyog'ida oyoq kiyim turibdi degan bo'lsa, shu mahsi o'shanga mas tortsa bo'laveradi. 3 ta barmoq sig'adimi, 5 ta barmoq sig'adimi, bu narsalarga dalil yo'q. Allohu a'lam.